Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bitta zo'r variantimiz chiqib qoldi. Arzon narxlarda. Hozir men Yashnobod tumanidaman. Amur-Sumur mahallasi ekan. Shundoq mana bu yerda Yashnobod metrosi, Tuzel metro, pastda Tuzel maktab, bog'cha, keyin mana bu yerda avtodorojniy universitetda shunaqa ham bor ekan. Endi bu yerga o'tiramiz. Xonadonimiz полный yevro remont qilingan. Ko'ryapsizlar. Закрытый zona. И kachistasi bo'yicha ko'rib turganinglardek takoy dahshatlarida buniki ipoteka qilib olsangiz ham bo'ladi. Faqatgina narxiga keladigan bo'lsa oxirida aytib o'taman. U hamma qulayliklar bor xonadonda. Sravnить qilish uchun hozirgi kunda mana korobka domlarni o'zi bu atrofda yaxshi va shunday elitniy domlarni $1000 dan kam emas. Bu yerda 146 kvadrat metr $1000 dan arzon aytyaptilar. Ipoteka qilsa ham bo'lar ekan o'tlarni. Keyin statistika bo'yicha Toshkent shahrining eng toza havoli joylaridan bittasi shu Yashnobod ekan. Ko'rasiz, ekologiyamiz qanaqa hozirgi kunda. Yashnoboddan tavsiya qilardi olishni yana. Kirib kelganimizda qaranglar, podyezdlar qanaqaligini, boshqacha ekan. Men o'zim birinchi marta bunaqa podyezdlarga kirishim. To'g'risini aytsam, boshqacha stilda qurilgan, yer sathidan ancha baland qurilgan ekan. Keyin qo'shimchasiga uni podvali ham bor. Sex-pex qilaman desangiz ham bo'ladi bu yerda. 146 kvadrat metr o'zingiz o'ylaylik, yana podvali ham bor. Xonadonga kirib kelamiz. Kirib kelganimizda qaranglar, qanaqangi katta koridor bo'lyapti. G-образный qilingan ekan. Endi bitta xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu yoqqa kirganimizda bu yoqimiz detskiy spalniy xonasi sifatida ishlataverar ekansizlar. Keyin mana bu devorni olib tashlasangiz ham bo'ladi. O'zi adashmasam, bu yerda juda katta bo'lgan. Bular o'zlari olib tashlaganlar. Mana bu xona bilan mana bu xona o'zi bitta xona bo'lgan bu yerda. Kiraveramiz. Bu yog'imiz mana yana bitta farzandli uchun xona. Endi keyingi xonaga o'tiramiz. Bu yog'imizda sanuzillar. Sanuzillarni ham qaranglar. Oy, bitta uydek keladi. Bu sanuzil bor, bitta xonadek kelyapti-yu. Sanuzillar o'zi ham. Shu ko'rib turgan narsalar hammasi xonadonda qoladi. Srazu natarisda kalitini olib qolsangiz bo'ladi xonadonni. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa o'tganimizda esa oshxonamiz. Oshxonaga o'tganimizda bu xonadon o'zi avtonomniy anaqasi bor, duxkonturniy kotelda ishlaydi. Ko'rasizlar, 2019-yil qurilgan domlardan hisoblanadi. Endi bu yoqqa o'tamiz, bu yerda balkoni. Uzunchoq. Ko'rasizlar, balkoniga ham lekin отоплениyalar qo'yib qo'yilgan ekan. Shunga ham e'tibor beramiz. Endi balkon tarafdan kirib keldik. Bu xonaga ham bu koridordan ham kirish bor. Yana bitta xonamiz bo'lyapti. Buni ham spalniy sifatida menimcha ishlatsangiz bo'ladi. Kattaligidan bir zalmi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin-u, lekin yo'q, bu hali zal emas. Zalni ko'rsanglar, вообще dahshat. Bunaqa zalni men adashmasam shu hovlilarda ko'rganman. 7 metrga 6,5 metrlik mana zalimiz o'rtoqlar. Kattaligini ko'ryapsiz, вообще dahshat. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yo'lga arzirmikin, arzimasmikin aytayotgan narximizni kommentariyada qoldirasizlar. Hozir narxini ham oxirida aytib o'tib ketaman. Endi bu yo'lga o'tamiz. Shu zalli ham bor-ku, orqasida yana qo'shimcha balkoni ham bor ekan. Bu yo'lda mana qo'shimchasiga огород ham bor pastida. O'zingiz uchun to'g'rilab qarab olsanglar bo'lar ekan. Ro'paringizda dom yo'q, sirkulyatsiya yaxshi, skvoznoy. Tashqari tarafda ham unaqa dom-pom yo'q. Xullas 146 kvadrat metrda tashkil qiluvchi xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsa, $130,000 so'rayaptilar. Yana joyida kelishib gaplashsa bo'ladi. Qo'shimchasiga ipoteka qilib sotib olsangiz ham bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Yashnoboddan uy qidirayotgan insonlarga jo'natib qo'yishingiz chiqmasin.